Bugun o'sha yoshlikni eslatuvchi shaftoli shirinligi bilan bo'lishaman. Buni ko'rib ishtahanglar ochilib ketdimi? Qani unda tayyorlab ko'ramiz. Idishimizga tuxum, shakar va vanilin solib mikser qilib olamiz. Massamiz oq rangga kirgandan keyin ustiga yumshoq margarin va smetana solib yana mikser qilib olamiz va elangan un razexlitr solib unni oz-ozdan solib yumshoq xamir qorib olamiz va xamirimizni tindirish ham shart emas. Zuvalala qilib videoda ko'rsatilgandek qilib pergament listimizga qo'yib qizib turgan duxovkaga yuboramiz va sok tayyorlab olamiz. Savisiga ozgina suv qo'shib blender qilib va lavlagiga ham suv qo'shib blender qilib olamiz va pishib chiqqan pechenyelarimiz o'rtasini olib shunaqa ko'rinishga keltirib olamiz va varyoniy sgushonka surib ichiga xohishga ko'ra bodom qo'yib ikkinchi tarafiga ham surib yopib olamiz. Tayyorlab olgan sokimizga botirib birinchi sabzi sokiga va yarmini lavlagi sokiga botirib olamiz va shakarga bulg'ab olamiz va bu go'zallikni qaranglar. Ustini xohishga ko'ra baylar bilan bezatib, chiroyli likopchalarda dasturxonga tortamiz. Shaftoli bo'ldi, qoldi yoqimli ishtaha.